Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir mana bugun bozor yopilgan, ya'ni shanba kuni kech payt sizlar bilan hozir shu Amerika fond birjasida bo'lib o'tgan hafta davomidagi bo'lib o'tgan savdolarni va umumiy holatda keyingi haftaga qanaqa tayyorgarlik, nimalar bo'ladi, qanaqa yangiliklar bo'ladi, shular bo'yicha gaplashib o'tamiz. Hop, hozir sizlarga aytib o'tishim kerakki, 8-mart kundan boshlab Amerika yozgi vaqtga o'tadi. Yozgi vaqtga o'tishi bu tabiiyki bizga nima? O'zbekiston vaqti bilan savdolarimizni 1 soat oldinga suriladi. Ya'ni hozir kungacha savdolarimizni, ya'ni asosiy bozor 17:30 da ochilgan bo'lsa, endilikda 18:30 da bozor ochiladi. Shu uchun o'zingizlarning savdo rejalaringizni, ya'ni kun tartibinglarni shunga moslab qo'yinglar. Dushanbadan savdolarimiz уже 18:30 dan boshlab asosiy bozor ochilgan bo'ladi, xudo xolasa. Hop, endilikda sizlar bilan kelinglar hozir umumiy holatdagi indekslarimizni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa bu nima? Bu VIX indeksini kelib ko'ramiz. VIX indeksi o'zi Telegram kanalimizda ham aytib o'tgan edik, что bu VIX indeksi qo'rquv va ochko'zlik indeksi bo'lib, mana bu ключевой zonadan bizib o'tgandan keyin, ya'ni 28-29 bizib o'tsa, undan keyin bu katta bo'shliq bor. Bu nima degani? Ya'ni qo'rquv oshib borayotganini birinchi eng katta belgisi. Nimaga? Shu savolga javob beraylik sizlar bilan. Hozirgi paytda ko'rasizlar, Eron va Amerika, Izrael bilan bo'layotgan munosabatlar juda ham kundan kunga, ya'ni nima deydi, ishkal yanada kuchlashib boryapti. Hech qanaqa kelishuv masalalar to'g'risida gap so'z yo'q. Даже yetmaganiga ba'zi ma'lumotlar chiqyaptiki, yon atrofdagi davlatlar nima deydi, Eronni himoya qilish o'rniga Amerikaga qo'shilish mumkinligi to'g'risida ma'lumotlar ham chiqyapti. Bu nima uchun? Chunki mana Eron Amerikani bazalariga hujum qilyapti. Ya'ni o'sha Saudiyada bo'ladimi, Dubayda bo'ladimi, u yoqda bo'ladimi, bu yoqda bo'layotgan Amerikani bazalariga ataka qilib, shu bazalarni yo'q qilaman deyotgan paytda hujum ham qilyapti, lekin o'sha Saudiya bo'ladimi, ya'ni boshqa Qatar bo'ladimi yoki Birlashgan Arab Amirliklari Amerika bilan kelishuv qilib qo'yishgan, havodan ularni bazalarini himoya qilish. Ya'ni bu yerdan Eron qancha narsa otsa ham imkon qadar o'sha bazasiga yetib kelgungacha ular himoyalab turish lozim degan kontraktlari bor. Endi bu kontraktlarni qanaqadir mish-mishlar chiqdi bo'ldi, u davlatlar kontraktdan voz kechishi mumkin. Nima deydi, hamma narsani yo'q tashlashingiz mumkin. Ya'ni orada Amerika bilan tuzilgan munosabatlarni Amerikadan pullarni jalb qilib olishligingiz mumkin, qaytarib olishligingiz mumkin degan har xil gaplar yuribdi. Bugun mana yangilik chiqdiki, Saudiya Amerikaga qo'shilib o'zini himoya qilib Eronga aniq qilishi mumkin degan nima edi? Shu Amerika bazalarga otayotgan narsalarni himoya qilib, даже Saudiya ham kerakli choralarni ko'rish mumkin degan ma'lumotlar ham chiqdi. Endi qaysi biri ishonchli, qaysi biri ishonsa bo'ladi, bu narsani ozgina vaqt ko'rsatadi. Ayniqsa mana shanba yakshanba kunlar bilmayman nimaga shu bozorlar yopib bo'lgan paytda urushni eng avjiga chiqarishadi. Shu o'zi o'tgan hafta ham juma kuni bozor yopilgandan keyin katta mana shu narsa boshlangan. Mana bir hafta davomida bir-biriga tosh otishibdi. Endi bu shanba yakshanba ham mana hozir Amerika yangilik chiqaryapti, shu eng kuchli udarlarni qiladi. Bu yerda Eron aytibdi, "Men qilaman eng kuchli udarlarni" deb, eng katta bazalarni yo'q qilaman deb. Shunga o'xshash katta gaplar. Endi bunga qaramasdan Azmovskiy prolivda bo'layotgan voqealiklar, ya'ni neftinoy korxonalarga atakalar ketgan hozir. Neftinoy korxonalarga bombardimon ketyapti. Undan tashqari o'sha Azmovskiy prolivda kорабльlarni, o'sha logistika korxonasi, o'sha neftlarni har xil davlatlarga tarqatadigan nima deydi, kemalarga ham hujumlar bo'lyapti. Endi qaranglar, bu yerda nima bo'lyapti? Bu tabiiyki neft supply, ya'ni ta'minotini keskin ravishda kesishga olib kelyapti. Neft ta'minoti keskin ravishda kesilgandan keyin nima bo'ladi? Amerikada bo'ladimi, boshqa любой bir davlatlarda bo'ladimi? Benzin narxlari, neft narxlari keskin ravishda o'sib ketadi. Mana hozir o'zi agar kuzatayotgan bo'lsanglar, biz oxirgi 2 haftadan beri men videolar qilib kelaman, mana shu narsalarni tanishtirib etib, oxirgi mana bergan 26 fevralda video qo'yganman. Mana shu joyda juda mana shu yaxshi nima deydi, juda ham o'sishga shunaqa zo'r turibdiki, dedim. Что qanaqadir salbiy voqealik bo'lsa, ketdi, riski o'sib ketadi. Mana qarang, 67-66 ming atrofida, 90 dollar barrelga chiqib ketdi bu narx. RSI bo'yicha ham qarasangiz 90 ga chiqib ketdi RSI. Endi texnik analiz hech qachon fundamental analiz oldida ishlamaydi. Chunki fundamental analiz juda ham kuchli hisoblanadi va hozirgi paytda ko'rasizlar, agar
keyingi hafta qanaqadir kelishuv to'g'risida gap so'z ketmasa, Azmurskiy o'sha prolifdagi bu nima deydi, yengillashtirish ishlari olib borilmasa, bu dalsh ketaveradi. Chunki mana Arsaga vashcha daxli yo'q bo'lib qoladi. Xo'p, shunga qarab biza masalan qaranglar, nimada savdo qilsak bo'ladi. O'sha neft korxonasiga taalluqli bo'lgan aksiyalarni birin-ketin ko'rib chiqsa bo'ladi. Xo'p, biz hozir qo'rquv bilan ochko'zlikka ko'rdik. VIX ko'rdinglar, mana VIX 29 dan yuqorida yopilgan. Mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. VIX bu yoqda nechasi mana 49.48 o'z belgilab qo'ygan edik. Mana shu joylarni buzib o'tsa, bu уже biz uchun sal opasni bo'ladi. Kim uchun? Biz Amerika fond birjadagi savdogarlar uchun. Chunki bu o'sishi katta indekslarning tushishiga olib keladi. Katta indekslarning tushishi bu nima degani? Bu tabiiyki aksiyalar, qimmatbaho aksiyalarni o'sha ko'proq texnologiya sektoridagi growth stocklar, ya'ni o'suvchi aksiyalarga bo'lgan e'tibor ancha sustlashib, ya'ni taklif ko'payib boradi va tabiiyki aksiyalar kuchli ravishda tushishni boshlaydi. Finvizga bitta kirib ko'radigan bo'lsak, nimaga juma kuni bozor qanaqa tarzda yopildi? Hamma yoq qizarib yotibdi. Mana ko'rasizlar, juda ham ko'p qizarish. Bozorda ahvol juda ham og'ir holda yopildi juma kuni. Endi ko'rasizlar, mana consumer defense bilan healthcare sal o'zini ushlab qoldi. Utilities ham bilan energy tabiiyki bilasizlar, anaqaga taalluqli neftenoy korxonalar, mana oil and gas o'zini sal ushlab turdi. Qolgan barcha yo'nalishlar damdalasi chiqdi. Endi consumer defense bilasizlar, bozorda любой bir noqulaylik yoki qanaqadir salbiylik ketganda har doim insonlarga ta'minot kerak, yeb ichish kerak, oziq-ovqat kerak. Bu tabiiyki Korzinka Makroga o'xshagan, mana Costco bor, Amerikada eng katta korxonalardan bittasi. Что это такое? Отклонять все. Okey. Вот, shunga o'xshagan korxonalar. Endi healthcare bu o'zini ushlab turdi, yaxshi, taksiba. Chunki sog'liqni saqlash ham har doim kerak bo'ladi. Ayniqsa mana shu holatlarda kerak bo'ladi. Endi kelinglar sizlar bilan neftinoy korxonalarga o'tishdan oldin birinchi indekslarimizni ko'rib chiqaylik. Keyingi haftadagi o'zimizning rejalarni sekin qilib olish uchun. Xo'p, mana birinchi Nasdaq indeksi boshlaymiz. Hozir Nasdaq indeksi hozircha yomon emas. Chunki mana korobkamiz belgilab qo'ygan edik o'tgan videomizda ham. Korobkamiz bo'yicha hozircha yaxshi turibdi, lekin dushanba, seshanba kunlar kuchli sotuvlar boshlanishi ehtimoli bor. Nima uchun deydigan bo'lsak, mana Dow Jonesda уже kuchli sotuvlar bo'ldi. Mana esingizda bo'lsa, mana shu zonalarda yaxshi usha bersa dalish ketishimiz mumkin dedik, lekin qaranglar, mana bir hafta o'tar o'tmas kuchli sotuvlar. Mana qaranglar, haftalikdagi grafikka qaranglar, haftalikdagi. Agar haftalik grafikda biz umumiy trendli liniya tortadigan bo'lsak, mana oxirgi kuchli pivot pointlardan, pivot urovinglardan kuchli tushish, bu tushish qatgacha tushishi mumkin deydigan bo'lsak, bizda nima, qaysi uroving bor? O'ylab qarasak. Mana bular hammasi pромежуточный уровень hisoblanadi, lekin mana mamtdagi uroving bu kuchliroq. Bu yerda qarshilik bo'lgan va qarshilikni buzib o'tib ketib, qo'llab-quvvatlash uchun test qilish uchun kelyapti. Mana qaranglar. Kunlikda qaraymiz. Kunlikda mana bu joylarda qo'llab-quvvatlash bor, mana bu yerda lyoqga qo'llab-quvvatlash bor, ya'ni bu yoqda mana bunga nisbatan, lekin uncha mensimasdan ketishgan. Qani ko'ramiz mana shu joylarda. Lekin RSI'miz bo'yicha 30 ga yaqinlashib qolgan. 30 ga yaqinlashib qolgan degan haddan tashqari sotib yuborilish kuchaygan degani. Lekin bilasizlar, boyiga yetib o'tganimizdek, fundamental yangiliklar bo'ladigan bo'lsa, bu kuchli sotuvlar davom etaverishi mumkin. Xo'p, Russell 2000 qaraymiz. Mana ko'rasizlar, o'tgan safar ham aytib o'tdik. Higher high qildi, lower high bo'lyapti, bizib o'ta olmayapti degandek va bu tushish davom etishi boshladi. Bu joyda mana o'ziga yarasha lokalniy urovingda 45-40 qo'llab-quvvatlashlar bor tarixdan. Shu urovinglarda kuzatib turamiz. Ya'ni mana shu joyda bazировать qilib, yangiliklar, ya'ni butun shu urushga taalluqli bo'lgan yangiliklar sal ijobiylashsa, ya'ni kelishuv yoki nimadirlarga sekin yaxshilikka tortiladigan bo'lsa, bozorlar sal o'zini ushlab olishi mumkin. Ya'ni nakapleniya holati, bir qanaqadir to'xtash pauzalar bo'lishi mumkin. O'sha paytlarda biz savdoga kirganimiz yaxshi. Hozir mana bu kuchli reski tushishlarda imkon bo'lsa sal uzoqroq turamiz. Imkon bo'lsa tegmaymiz. Nima uchun? Chunki amerikanlar zo'r gapi bor. Try to catch the falling knife degan. Ya'ni tushib ketayotgan kuchli pichoqni ushlab olishga harakat qilma. Chunki u qo'lingni ham kesib qonatib yuborishi mumkin. Imkon qadar shu narsaga e'tibor beramiz.
Hop, keyingisi SP500. SP500 o'tgan safar aytgan korobkamizdan chiqishga harakat qildi. Mana chiqdi ham desa bo'ladi. Endi bu korobkadan kuchli kerakli nuqta keyingisi mana 668 bo'lsa, shu joyi biz bo'lib ketsa, undan keyin kattaroq darajadagi chuqurlik bor, ya'ni bo'shliq bor. Mana 651, undan keyingisi 644, mana shu nuqtalarga tushsa, bu joyda ham xuddi boyiga yetganimizdan keyin nakapleniya holati qanaqadir fundamental ma'lumot bilan tasdiqlanishdi, u yerda nakapleniya bo'lyapti va pul kirib kelishini ozgina belgilarini ko'rishimiz kerak. Ya'ni sotib oluvchilarni savdo hajmlari, ya'ni buni qaysi fonda ko'ramiz desa, imkon qadar shu Mag7 aksiyalarga e'tibor beramiz. Ya'ni Mag7 korxonalar mana mana qaraylik. Hammasi qip-qizil. Tesla mana tushyapti. Teslada o'ziga yarasha bu joyda nakapleniya holati bo'lyapti-yu, lekin maksimumlarni qaraylik. Lower high, lower high, lower high, lower high, ya'ni pastroq maksimumlarni hosil qilib kelyapti. Keyingisi Meta. Mana bu ham o'ziga yarasha maksimum yengiladi. Endi shunaqa deyishimiz mumkin. Shu mana joyi, mana urvillarni yengil ushab qolsa, mana 628 ushab qolsa, tepaga o'sish imkoniyati bor Meta korxonada. Lekin ko'ryapsizlar, bozorda salbiy ma'lumotlar ko'paygan sari bu yerda ham anu savdoga riskovat qilish hali vaqtli. To'g'ri, bizani qisman strategiyamizga sal to'g'ri keladigan aktiv desak bo'ladi Metani hozirgi holati bo'yicha. Lekin bitta ikkita joyi bor, shu savdo hajmi bo'yicha sotuvlar sal ko'paygan bir, ikkinchi narsa bu fundamental belgisi, shu bu yerda tushuvchi yo'nalish. Nvidia'da yana salbiy yangilik chiqdi o'tgan kuni. Ya'ni kecha payt Oracle degan korxona bilan qilgan shartnomasi to'xtatildi, uzilish arafasida. Shu uchun bu yerda dalshi ham umumiy global ma'lumot bo'lsa, salbiylik. Undan tashqari kompaniyaga o'ziga bo'lgan salbiylik bo'lyapti. Apple'da ko'rasizlar. Apple'da ham mana Mamutda aytdik, high bo'ldi, unga nisbatan lower high bo'ldi. Agar Mamutda ushab qola olsa, dalshi o'sishi mumkin dedik, lekin unga nisbatan hozircha ложный пробитие bor, ya'ni aldamishmoq harakat. Agar shu joylarni keyingi hafta nakapleniya holatida ushab qolib, предыдущий maksimum, ya'ni mana 266 larni yengilab, любой harakatdan keyin savdoga kirsak bo'ladi. Ungacha biz tegmaymiz. Ya'ni aniq g'oya, aniq strategiyamizga mos belgi bo'lmasa savdoga kirmaymiz. Xo'p, Amazon Google'ga bosamiz. Amazonda holat qanaqa? Amazonda ham o'zida holat zo'r. Ideal holat desa bo'ladi. Savdo g'oyamizga to'g'ri keladigan. Birinchi gap holatini yopdi, zo'r. Atqab bergandan keyin mana Mamutni yengilasa ham mayli, lekin umumiy globalni $200 yengilab olmasa, покупка qilishga cho'tki turibdi. Keyingisi o'sha keyingi gap holatini yopishga. Endi shu mana hozir sizlar bilan kichkina ideyalar qildik, to'g'rimi? Amazonda qanday savdo qilsa bo'ladi, Apple'da qanday savdo qilsa bo'ladi, o'zingiz uchun belgilab qo'yasizlar va 1-2 kundan keyin kuzatamiz. Nima bo'lyapti? Va kuzatuvimiz asosida agar to'g'ri kelsa, pожалуйста, savdoga kiraveramiz. Endi ikkinchi masala ham bor. Shu fundamental yangiliklar qanaqa soprovождать qilyapti, shu narsaga e'tibor berib turamiz. Endi Google'dagi ahvol sal qiyinlashdi, ko'rasizlar. Mana Mamutdagi kichkina lokalniy уровеньni buzib o'tdi. Undan keyingisi mana 292. Xo'p, agar bu joyiga ham bizib o'tib ketsa, katta bo'shliq bor ularning tagida. Shuning uchun sal Google'da ehtiyotkorlik bo'lamiz. Chunki butun boshqa aksiyalar tushayotgan paytda Google'da kuchli o'sishlar bo'lgan, ya'ni kichkina qisman aytsa bo'ladi, puzirok paydo bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun kuchli sotuvlar paydo bo'lishi ehtimoli ham bor. Ya'ni kuchli salbiylik chiqsa, fundamental. Xo'p, Microsoft молодец. Microsoftda men aytardim, покупкаga zo'r tayyor turibdi, откатidan faqatgina, shu faqat fundamental zo'r bo'lib bersa, deylik, mana shu $291 dan pastga tushib ketmagan holda 400 bilan 297 atrofida покупка qilishga signal ham belgi ham bersam bo'ladi bemalol. Chunki bizani o'zimizning savdo g'oyalarimizga to'g'ri keluvchi juda ham zo'r ajoyib formatsiya, razворот formatsiyasi bor. I plus 60 dagi gap holatini yopgan. Shu uchun Microsoftda buy degan narsani berishi mumkin. Lekin Teslada hozircha hold, ya'ni ushab turish. Meta'da ham olingan bo'lsa ushab turish, Nvidia'da ham hozircha ushab turish, bo'lsa pozitsiyani kamaytirish, aksiya bo'lsa, Apple'da ham ushab turish, pozitsiya bo'lsa kamaytirish, Amazonda pozitsiya bo'lsa ushab tursa bo'ladi, hold, $200 dan pastga tushib ketmasa buy qilsa bo'ladi. Google'da pozitsiyani kamaytirish. Microsoftda pozitsiyaga qo'shish qachonki 295 bilan 400 atrofiga tushsa, 97 dedim. Stopimizni 388 dan pastga, даже bemalol kattaroq stop deydigan bo'lsa, 377, 76 larga qo'ysa ham bo'ladi. Shunaqa gaplar.
Maget korxonalari bo'yicha. Indekslar bo'yicha gaplashib o'tdik. Endi kelinglar, ya'ni VIX gaplashdik, Brent gaplashdik. Brent $90 chiqdi. Bu уже 10% kecha. Bu o'sish juda ham katta o'sish, do'stlar. Juda ham katta o'sish, lekin mantiq kuchli qarshilikka kelibdi. Texnikga qaraydigan bo'lsak, lekin fundamental bu danishi 94 yengilsa, kamida bu 100 yo'l bor bemalol. Chunki necha yildan beri, necha oylardan beri deylik, 22-yildan beri tushib ketgan tushuvchi trendni buzib o'tdi-da bu. Ko'rasizlar, oxirgi 4 yilda tushuvchi trendni buzib o'tgandan keyin nima kutyapmiz deydi-ku. Faqat o'sish, endi sal ijobiy yengillik bo'lsa, atkab berib, sal o'sishi mumkin yana. Shunga yarasha biz Tipet degan korxonani tavsiya etishim mumkin. Sal volatilness yuqoriroq bo'lgan kichkina korxonalardan bittasi. Bu korxona mana bu yerda bor. Recently deb ko'rgan bo'lishim kerak. Tak. Tipet. Mana chap tomonimda e'tibor bersanglar, men qizil belgilar bor, yashil belgilar bor, ba'zilar qizil, qaysilar yashil. Bular halol haromlikka belgilab qo'yganlarim. Qizil bo'lsa nojoiz, yashil bo'lsa joizdekka ko'rsatib qo'yganlarim. Lekin ba'zi nojoiz bo'lsa ham tekshirib turaman. Nima uchun? Chunki ba'zi aksiyalar bilan hamnafas yuradi. Agar masalan coin korxonasini aytadigan bo'lsak, u tushayotgan bo'lsa, lekin boshqa aksiyalar tushmayotgan bo'lsa, imkon qadar men o'sha boshqa aksiyadan pozitsiyamni kamaytiraman. Nimaga? Chunki coin ham bitta provodnik hisoblanadi. O'shanga qarab turib boshqalar ham birga yurish, hamnafas yuradi. Xo'p. Tipet korxonasi mana $1.93 atrofida turibdi hozir. Umumiy holatda ko'rsak bo'ladiki, bu globalni o'suvchan bo'lib turibdi, o'zini maksimumlariga kelgan va dushanba kuni kuchli o'sishlar bo'lishi mumkin bunda. Nima uchun? Chunki ko'rdinglar, Brentda, ya'ni neft korxonalari, neftni qiymatlari juda ham o'sib ketyapti. Tabiiyki, neftinoy korxonalar talabda bo'ladi. Shu uchun kuchli o'sishlarni kutishimiz mumkin. Qachon men bay berishim mumkin deyilsa, mana shu 230 dan yuqoriga chiqib olsa, mana bu 230 dan yuqoriga chiqsa, 225 dan, пожалуйста, покупка qilib, stopni endi lokalniy уровеньda stop qo'ysak, 175 dan pastga, globalniy stop qo'yadigan bo'lsak, 130 dan pastga, bu endi risk kattalashib ketadi. Shuning uchun lokalniy уровеньda ko'rsak bo'ladi. Endi savdoga kirishimizdan oldin ham albatta imkon qadar dushanba kuni bitta tekshirib olaylik. Ya'ni Brentda salbiylik ketmayaptimi? Faqat o'sish bo'lsa, tabiiyki bu narsaga ob'yom kirib keladi va $4-5 ga chiqib ketadi. Bu kamida $2.5 atrofida ekan hozir 4-5 ga chiqib ketishi mumkin, xotirjam. Chunki o'zi 60 da qaranglar, Ukraina bilan urush boshlanganda xuddi shu mojaro bo'lgan. Mana bu yili qaranglar, mana $1.8 dan $14 ga chiqib ketganda, 1000% dan shu 1000% ga yaqin o'sish bo'lgan. Hozirda esa hozircha 42 sent, 30 sentlar, 40-48 sentdan necha foiz o'sibdi? 450%. Yana 450% yana o'sish ehtimoli bor. Tushunasizlar? $3.5-4 ga chiqsa, eng tubidan boshlangan harakatga nisbatan 1000% bo'lar ekan. O'sishi mumkin, why not? Chunki mana qaranglar, 60 da ham bu korxonada kuchli движениялар bo'lgan. Mana 79 sentdan $4 gacha chiqqan paytlari ham bo'lgan. Tabiiy bo'lishi mumkin. Shuning uchun fundamental ma'lumot dushanba kuni bitta ko'rib chiqamiz. Agar rostdan ham salbiylik davom etaversa, mana Brent futureslardagi narxlar, mana anaqalardagi narxlar o'sib ketayotgan bo'lsa, пожалуйста, neftinoy korxonalarga e'tibor beramiz va Amerika fond birjasidagi ko'proq e'tiborimizni consumer defense, ya'ni iste'molchilarni himoya qiluvchi yo'nalishlarga va healthcare yo'nalishiga e'tibor beramiz. Endi qaranglar, sizlarga zo'r yangiligim bor. Biz jamoa bilan HIMS degan korxonada savdo qilayotgandik. Men o'zim ham HIMS korxonasida anchadan beri pozitsiya yig'ib kelaman. HIMS korxonasi juma kuni bozor yopilgandan keyin kuchli yangilik chiqdi. Novo degan bitta korxona unga sud e'lon qilgan edi. Ya'ni uni dorisini ular sotyapti degan ma'lumot bilan sudga zaявка bergan edi. Buni ustidan lekin kecha bozor yopilgandan keyin shunaqa ma'lumot chiqdi. Novo degan korxona bilan suddan arizasini qaytarib olib, birgalikda shartnoma qilib, u mahsulotni birgalikda sotishni reja qilishayotgan ekan. Ya'ni kuchli katta shartnomaga ega bo'lishyapti. Bu korxonaga juda ham katta o'sish aslida. Nima uchun? Mana qaranglar, o'zi
korxona yaxshi, rivojlanayotgan korxona edi. Lekin mana shu oiladan boshlab sud to'g'risidagi ma'lumotlar chiqqandan keyin kuchli tashlab yuborgan edi. Ya'ni eng katta short qilingan aksiyalardan bittasi edi. Endilikda bu pre-marketda mana hozir ko'rasizlar. Ya'ni after hoursda bozor yopilgandan keyin $22 ga chiqib ketdi. Ya'ni $16-15 aksiya $22 ga chiqdi. Agar bu ma'lumot yanada tasdiqlansa, mana hozir Mamatda ham shunaqa ma'lumot chiqqan 11 ida. Mana ko'ryapsizlar hozir, lekin tegimda. Mana burchida ko'rsatilgan. Ya'ni Hims bilan Novo to sell obesity drugs. Ya'ni ozish uchun tabletkalar yoki dorilarni sotishni reja qilishyapti deb shartnoma qo'yilibdi, qilishyapti. Shu uchun dushanba kuni undan ham kuchli o'sish bo'ladi. Chunki mana hozir bu yerda savdo hajmi katta savdo hajmida bu o'smadi. Dushanba kuni short squeeze bo'lishi mumkin. Short squeeze nima degani desa, qancha odamlar bilib bilmasdan short qilgan. Ya'ni tushish uchun naponejeniya savdo ochib qo'ygan. Ya'ni qachonki arzonlashsa aksiya, qancha arzonlashsa shuncha ularning foydasi ko'p. Endi dushanba kuni anchadan beri short qilib kelayotgan odamlar, chunki qaranglar, bu soat nechada yangilik chiqqan? 19:30 da. Bu Amerika vaqti bilan bozor after hours yopilishiga 30 minut qolganda chiqqan. Bu paytda amerikanchilar o'zi mazza qilib dam olib, juma bilasizlar, har xil joylarga borib dam olishadi. Savdogarlar, eng katta savdogarlar ham o'sha ofisdan chiqib hammasi ketib bo'lgan. Endi qaranglar, short qilgan odamlar dushanba kuni qanaqa katta short squeeze bo'ladi. Bu kamida menimcha 50-60% ga o'sib ketadi. Esingizda qolsa, mana Hims korxonasi dushanba kuni kamida 50-60% ga o'sadi. Ko'rasizlar. Agar shu yangilik mish-mish bo'lmasa, reallik tasdiqlangan bo'lsa, endi Webullda Trading View'da ko'rsatyapti, lekin ofitsial joylarda hali chiqdi-chiqmadi degan gaplar bor. Shunga qani ko'ramiz. Dushanba kuni shu narsaga e'tibor beramiz. Xo'p, endi videoni oxirigacha ko'rgan insonlarga, trading sohasini o'rganmoqchi, analiz qilishlarni to'g'ri, aniqligini yaxshilab o'rganmoqchi bo'lgan insonlar uchun sizlarga zo'r 8-mart uchun taklif bor. Biz hozirgi kunda mini dasturimizni, ya'ni onlayn darsliklarimizni tashkil qildik. Onlayn darsliklarimiz, ya'ni mini kurs shaklida bo'lyapti va o'sha mini kurs darsimizni o'zi aslida 2,5 million so'm, 2,5 million so'mlik dasturimizni Ramazon uchun biz 1,5 million qildik. Lekin shu 8-mart uchun hozir 10-martdan start beramiz o'zi. Hamma darsliklar joylanib, hozir jarayon ketyapti. Hozir oldindan sotuv deydigan narsa bo'lsa, hozir o'sha 1 million 300 evasiga o'sha mini kurs dasturimizni egasi bo'lishingiz mumkin. Endi bu mini kurs dasturimizda yopiq Telegram gruppa ham bo'ladi, u yerda savol-javoblar bo'ladi. Keyin u ilovamizda, ya'ni platformaning ichida har haftada bir marta streamlar qilib turamiz. Mana shunaqa savol-javob streamlar bo'ladi. Hozir nima deydi? Onlayn tarzda jamoaviy ishlashni kuchaytirib boraveramiz. Plus qilib ko'rmoqchi. Mini kurs dasturimiz kimlar uchun deydigan bo'lsak, bu ko'proq o'sha Amerika fond birjasida savdo qilishni o'rganmoqchi, his qilib ko'rmoqchi bo'lgan insonlar uchun. Tabiiyki, bu mini kurs dasturining o'ziga yarasha cheklovlari bor. Bu narsalarni trading sohasini o'rganib olish uchun yetarli barcha ma'lumotlar berilgan. Aniqlikka, texnik analizlarga, tahlil qilishlarga, barchasiga taalluqli bo'lgan ma'lumotlar berilgan. Nima uchun? Bu dastur quvamiz biz o'sha bizni kuzatuvchilar bor, viloyatlardan, har xil joylardan kuzatishadi, onlayn tarzda kuzatuvchilar bor va shu sohani chuqur o'rganmoqchi bo'lganlar bor. Boshlang'ich ravishda shuni boshlaymiz, o'rganamiz va keyinchalik balkim ustoz shogirdlikka nima deydi, a'zolik bo'lsa, shu asosda ishlashingiz mumkin yokida full kursimiz bo'ladi, ya'ni ko'proq fundamental tahlillarga e'tibor berilgan kurslar. O'shalarga e'tibor berishimiz kerak mumkin bo'ladi. Shu uchun sizlar bilan mini kurs dasturimizda ko'rishamiz. Murojaat uchun sizlar o'zingizlar mana shu YouTube'imizda yozib qoldiringlar izohlarda yoki Telegram kanalimiz bor. O'sha Telegram kanalimizga ham e'lon berib o'tamiz. O'shanda bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz to'liq ma'lumotni sizlar uchun yozib yuboramiz va albatta imkon qadar darslarimizga qo'shilinglar. Birgalikda Amerika fond birjasini kashf qilamiz va kuchli savdolarda birgalikda analizlar qilib kashf qilamiz. Savdolarda omad.